Salom do'stlar, bugungi videoga xush kelibsiz. Bugun biz sizlar bilan BNB Airdrop sayti haqida gaplashib o'tamiz. Ya'ni bu saytda video davomida qanday qilib pul ishlash va bu pullarni qanday qilib yechib olishni isboti bilan ko'rsatib beraman. Video boshlanishidan oldin kanalga obuna bo'lib, like bosib, video davomida o'zingizlarning izohinglarni qoldirasizlar degan umiddaman. Xo'p, bu saytga kirish uchun asosiy haqiqiy saytiga, ya'ni yolg'onlarga adashib qolmaslik uchun ko'rib turgan videomiz pastga opsiyasi yoki kommentariyasiga kirsangiz, ro'yxatdan o'tish uchun deb silka qoldiraman. Silkani ustiga bossangiz, mana shu oynaga kirib kelasiz. Va bu yerda siz registratsiya pastdagi zaregistrироваться tugmasini ustiga bir marta bosasiz va siz bu yerda elektron pochtangiz orqali yoki telefon nomeringiz orqali ro'yxatdan o'tsangiz bo'ladi. Misol uchun elektron pochtangizni birinchi yo'lga yozasiz, keyingi ikkita yo'lga akkauntga kirish uchun parol o'ylab topasiz. Ikkalasi bir xil bo'lishi kerak. Keyingi yana ikkita parol безопасность va подтвердить parol безопасностьni yo'liga pul yechib olmoqchi bo'lganingizda kerak bo'ladigan ikkinchi, ya'ni boshqa parol o'ylab topasiz. Ya'ni bu ikkita yo'lga ham bir xil, ya'ni boshqa parol o'ylab topishingiz kerak bo'ladi. Bularni o'zingiz yozasiz va esingizda qolishi kerak. Iloji bo'lsa buni ko'rinadigan ko'z ustiga bossangiz ko'rinadigan bo'ladi va skrinshot qilib qo'ying, keyinchalik esingizdan chiqib qolmasligi uchun. Xo'p, 183 690 kodi qoladi sizda ham va pastda проверочный kod, ya'ni bu yerga kapcha berilgan. Sizda boshqa harflar chiqishi mumkin. Misol uchun menda N, P, Y, B shu ko'rgan, rasmni ko'rgan harflarni yozasiz va yashil knopka zaregistrироваться tugmasini ustiga bosasiz. Men akkaunt ochib bo'lganman, shuning uchun endi akkauntimga kirib olaman. Mana akkauntga kirdik. Bu yerda akkaunt haqida to'liq ma'lumotlar beriladi. Следующий tugmasini bosish orqali hammasini o'qib chiqishingiz mumkin bo'ladi. X tugmasini bosib chiqib ketamiz. Hozir men hali hech qayerga tekkanim yo'q. Yangi akkaunt ochib, ichiga depozit ham qilib qo'ydim. Ya'ni sizlarga tushuncha bo'lish uchun qanday ishlash haqida bu programmani, ya'ni saytni. Xullas, bu yerda mining bo'ladi. Nachat mining tugmasini bosganimizda. Hozir undan oldin pastda har xil zadaniyalar bor. Ularni bajarish orqali ham qo'shimcha daromad olishingiz mumkin bo'ladi. Avvalo, mini bo'limiga o'tamiz. Bu yerda siz akkauntingiz va qancha yechib olish uchun pulingiz, qancha depozit qilganingiz, qancha mining orqali ishlaganingiz hammasi ko'rsatib o'tiladi. BNB 0 turibdi, ya'ni hali men mining orqali hech qancha pul ishlaganim yo'q, chunki hali aktivatsiya berganim yo'q. Xo'p, sayt ko'rinishi xuddi shunaqa bo'ladi. Ya'ni siz nachat mining tugmasini ustiga bosgan holda miningni boshlash orqali daromad topishingiz mumkin bo'ladi. Hozir har 24 soatda bir marta bosishingiz kerak bo'ladi. Menda 24 soat o'tdi va mana yana bir marta bosishim kerak. Hozir video davomida birgalikda bosamiz. Undan tashqari pastda har xil topshiriqlar beriladi. Bu topshiriqlarni bajargan holda siz qo'shimcha pul yutug'ini olishingiz mumkin bo'ladi. Misol uchun birinchisi yashil tugma ustiga bosamiz. Yashil tugma ustiga bosamiz, kanal kelib chiqadi. Kanalga obuna bo'lasiz va ortga qaytasiz. Va sizga BNB kriptovalyutasi beriladi. Oxiridagini ham bir marta bosib qo'yasiz. Har kuni kirib bir marta bossangiz, sizga shuncha BNB beriladi. Va bu BNBlaringiz sizni ne bo'limiga o'tganingizda BNB degan joyda paydo bo'ladi. Buni siz bemalol USDT ga aylantirishingiz mumkin. Misol uchun mana pastdagi USDT ning to'g'risida $3 brokerskiy kashlogida turibdi. Ya'ni bu kashlogga tushgan pulingizni siz bemalol yechib olsangiz bo'ladi. Пополнить kashlogida esa siz bu saytga investitsiya qilishingiz mumkin bo'ladi agar xohlasangiz. Misol uchun men $16 hozir pul tashab qo'ydim. Перезарядка bo'limini ustiga bir marta bosasiz. Bu yerda xohlagan kriptovalyutangiz orqali investitsiya qilsangiz bo'ladi. Misol uchun BIP 20 USDT orqali investitsiya qilish uchun ustiga bosasiz va bu yerdagi adresni kopировать qilib olib, o'sha misol uchun menga o'xshab $16 ni mana shu adresga yuborasiz va перезарядка завершена tugmasini ustiga bossangiz, saytdagi akkauntingizga pullaringiz yetib keladi. Bu pullarni nima qilishimiz mumkin? Обновление bo'limiga o'tamiz. Pastdagi обновление bo'limi va bu yerda siz har xil tariflar bor, ускоритель, ya'ni miningni tezlashtirish. Misol uchun kuniga $3 dan ishlaydigan bo'lsangiz, agarda $16 investitsiya qilsangiz, u ko'payishi mumkin bo'ladi. Hozir investitsiya qilmasdan ham daromad qilsangiz bo'ladi. Bu kuniga $3 emas, sal kamroq bo'ladi, lekin yo'q joydan sizga oz-ozdan bo'lsa ham pul kelib turadi. Ya'ni har kuni bir marta kirib, mining tugmasini bosib qo'yganingiz uchun bo'ladi. Xo'p, hozir biz sotib olamiz, купить сейчас tugmasini ustiga bosamiz va подтвердить qilamiz. Mana sotib oldik. Endi bizni pulimiz u yerga o'tib ketdi va biz miningni boshlashimiz mumkin bo'ladi. Menyuga o'tamiz. Mana general menejerga aylandik. Ya'ni biz investitsiya qilganimiz uchun bizning miningimiz kuchaydi. Nachat mining tugmasini ustiga bosamiz. Va mining qilish boshlandi. Ko'rib turganingizdek 24 soat vaqt berdi. 24 soatdan keyin pullarim kashlogimga tushadi va ularni USDT qilib bemalol yechib olsam bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, siz ham investitsiya qilmasangiz agar shunaqa bo'ladi, lekin sizga sal sekinroq aylanishi mumkin. Men investitsiya qilganim uchun juda ham tez aylanishni boshladi. Hozir ko'ramiz, $16 investitsiya qilib bir kunda qancha pul ishlab topishim mumkin bo'ladi. Mini bo'limida yana sizga tushuntirib o'tadigan narsalarimiz bor. Bu yerda qo'shimcha login parollaringizni o'zgartirishingiz mumkin, texnik podдержка bilan bog'lanishingiz mumkin va shu kabi narsalar. Komanda bo'limiga o'tadigan bo'lsangiz, siz bu yerda referal orqali ham daromad qilishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni shu yerda sizga referal silkangiz berilgan. Kopировать tugmasini ustiga bosib, silkani do'stlaringizga yuborasiz. Do'stlaringiz sizning silkangiz orqali ro'yxatdan o'tadi va
ular ham pul ishlashni boshlasa, ular ishlagan puldan bir qancha foizlari sizga beriladi. Bu do'stlaringizga hech qanday zarar yetkazmaydi. Bu sizga shunchaki sayt tomonidan berilgan bonus hisoblanadi. Bu yerda bemalol ko'rib chiqishingiz mumkin. 3 ta leveldan iborat referral tarmog'i mavjud. Bundan ham foydalanib ko'ring, albatta sizga foydali bo'ladi. Xo'p do'stlar, endi biz 24 soat kutishimiz kerak. Ya'ni 24 soatdan keyin men videoning davomini olaman. Bu sizlarga bilinmaydi va qancha pul ishlaganimizni birgalikda yechib olamiz hozir. Ko'rib turganingizdek do'stlar, 24 soat vaqtimiz o'tdi. Endi biz Treble tugmasini bosgan holda ishlab topgan pulimizni kashlabga o'tkazib olishimiz mumkin bo'ladi. Va 24 soatdan so'ng pastdagi topshiriqlarni qaytadan bajarib, yana qo'shimcha kunlik daromadimizni olishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, endi mini bo'limiga o'tib, bugungi ishlab topgan 24 soatdagi pulimizni BNB USD tugmasini ustiga bir marta bosgan holda USDT ga aylantirib olishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, bir BNB'miz $840 ya'ni 840 USDT ga teng ekan. Hozir o'ng tomonda FC tugmasini ustiga bosamiz va подтвердить tugmasini bosamiz. Endi ortga qaytamiz va biz ishlab topgan pulimizni yechib olmoqchimiz. Buning uchun activate tugmasini ustiga bir marta bosamiz. Uzr do'stlar, kecha telefonim uchib qoldi. Ba'zi bir sabablarga ko'ra videoni tugata olmadim. Shuning uchun bugun davomini olyapman. Xo'p, yechib olish uchun qaytadan tushuntirib o'taman. Bu bo'limga kirasiz. Bu yerdan xohlagan kriptovalyutangizni tanlaysiz. Misol uchun men BIP 20 USDT yo'nalishini tanladim. Va balansimizda $4.19 pulimiz bor hozir. Birinchi yo'lga adresingizni yozasiz, ikkinchi yo'lga FC'ni bosangiz qancha yechib olishingiz mumkinligi, ya'ni $4.19 men pulni yechib olmoqchiman. Eng kamida $2 yechib olsangiz bo'ladi. Pastki qatorga esa yechib olish uchun o'ylab topgan parolingizni yozasiz. Va yashil knopkani ustiga bosasiz. Special yozuv chiqdi. Endi bemalol Binance'ga kirib tekshirib olsak bo'ladi. Yuqorida ko'rib turganingizdek bizga pul tushgan haqida ma'lumot keldi. Hozir yana bir bor kirib ko'rsatib beraman. Ko'rib turganingizdek oxirgi tushgan pul $4.19. Ya'ni biz yechib olgan pullarimiz hammasi 100% bez komissiya yetib kelgan. Eslatib o'taman, sayt silkasi ko'rib turgan videomiz pastki opsiyasi va kommentariyada qadoqlab qo'yilgan. Bemalol kirib ro'yxatdan o'tsangiz bo'ladi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.